Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va zamonaviy yondashuvlarni joriy etish maqsadida Toshkent davlat transport universitetida Ilg'or muhandislik maktabi tashkil etildi. Bu tashabbus O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati ko'magida amalga oshirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Farangiz Aliyeva tanishtiradi. Bu oddiy o'quv joyi emas, real lokomotiv va relslar qo'yilgan innovatsion o'quv poligoni. Endi talabalar faqat auditoriyada emas, balki amalda ko'rib o'z kasblarini o'rganadilar. Maktab tarkibida zamonaviy laboratoriyalar va vagon xo'jaligiga ixtisoslashgan maxsus xonalar mavjud bo'lib, talabalar ilg'or texnologiyalarni o'rganish va ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Oliygohni tamomlab borgandan keyin bizga ekspluatatsiyani tushunadigan kadrlar yetib keladi. Bu ertaga shu O'zbekiston temir yo'llarini o'z vazifasini bajarishda va o'sha tranzit salohiyatimizni oshirishimizda, mijozlarga ko'rsatiladigan servis xizmatlarni ko'rsatishimizda kadrlar hamma narsani hal qiladi degan masala bor. Shuning uchun qanchalik kadrlarimiz, talabalarimiz bilimi kuchli bo'ladigan bo'lsa, bizda ekspluatatsiya qilishda yana ham oson bo'ladi. Shuningdek, zamonaviy auditoriyalar, multimedia vositalari va interaktiv qurilmalar bilan jihozlanib, dars va anjumanlar o'tkazish uchun qulay sharoit yaratilgan. Temir yo'l transport sohasini, demak, xalqaro innovatsion tizimga integratsiyalashish, zamonaviy loyiha konstruktorlik va ilmiy tadqiqotlar rolini oshirish orqali, demak, sohada sanoatda innovatsion va intellektual tizimlarni shakllantirishdan iboratdir. Ushbu muhandislik maktabi bu boradagi birinchi natija emas. Bugungacha Toshkent davlat transport universiteti hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati hamkorligida biomexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati bazasida universitet filiali negizida payvandlashga ixtisoslashgan markaz tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu markaz ham muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Kelgusida iqtidorli talabalar uchun O'zbekiston temir yo'llari raisi stipendiyasi joriy etilishi rejalashtirilgan. Farangiz Aliyeva, Asilbek Islombekov, Joyda informatsion dasturi uchun Toshkent.